Tomares, men bo'ldim. Yavaşlab qopsan-ku. Topshiriqni ishlab bo'lolmay, beshim og'rib ketdi. Ishlab bo'lgan sen? Yo'q, texi. Akelaman ko'rib baqay. Nimonchi qandoq gap bu? Kash kishi nech xil darsni o'tib, kashti yana beka qamısin deb, shuncha bola topshiriqni baginni. Mushu apandilarni bo'ldi. Qiziq bir hikoya aytib beray. Kallam echilgandiroq andin ishlasan. Men sana tulki, maymun, to'chqon va ot to'g'risidagi hikoyani aytib beray. Hayvonlar dunyosida tulki o'zining soxtipazligi, yolg'onchiligi, suxanchiligi, hasadxo'rligi tufayli hammasining nazaridan tushib, la'natga uchrabdi. Shuning bilan ba'zilar tulkini toza bir boplash fursatini izlab yurgan kunlarning birida tulki o'rmonlikda lag'aylab yurgan ekan. Buni ko'rgan maymun bir yil o'ylabdi-da, darhol to'shqonning yeniga berib unga aytdi. Buni to'shqonni xo'p ko'rgandan keyin maymun tulkining do'ppisiga jigil selish uchun mundaq ustalik qildi. Tulki aka, miyakila, sana bir gapim bor. Ha, nima gap? Menchu dunyoda hammadan otning sog'ri go'shtining nihoyat bir kiyishli bo'lganligini anglab qoldim. Biroq otga qanday qo'l silishni hech bilmadim. Sening payman bor, agar sen qo'shilsang, ikkimiz taniyaylik, ha? Bu gaping rostmi, maymunchaq? Yolg'on aytsam, qulog'imni sopalda kesib beraman. Undaq bo'lsa, avval men ketib ko'ray. Sen anda yemamsa? Mayli. Ot hozir uxlab yotadi. Fursatni qo'ldan berma. Lekin sen quyrug'ingni otning quyrug'iga chekib edishni unutib qolma. Nemishqa? Otning pek kichik yuguradiganligini bilasan-ku. Agar sen uning sag'risini shundoq tishlashinga uyg'onib ketib techib ketib qanday qilsa? Otning sag'ri go'shiga og'zing tegib, to'yg'ichi yeyolmay qolsang, tomog'ing ishib qoladi-jimi? Ha, mundaq degan. Bo'pti. Quyrug'imni chetib olsam, ketib olamiz. Men o daraxtning ustida qarab turaman. Chatoq chiqib qolsa, yordamga men bor. Ma'qul emisan? Ay, ahmoq maymun. Tayya o'zin o'tinib berganingga hashqalla. Ha, mana quyrug'imni obdan chetib oldim. Ya, bismillah. Bu tamaşanı ko'rib turgan maymun bilan to'shqon o'zini tutib ololmay kulayveribdi. Maymun kulkidan to'xtayolmay, daraxtdan yiqilib, kossasi surilib ketib, jiq jafo chekibdi. Shunga maymunlarning kossasi ta hozirga qadar qip-qizil ekan. To'shqon maymundanmi bak kulib qalpigining yerilib ketganini tuymay qopdi. At shu kundan buyon ehtiyot qilib o'ri turib uxlaydigan bo'lib qopdi. Tulkini bo'lsa, ot to'li so'rab yurib, julg'ini chiqirib o'tkashga, tuklari titilib ketib, badrang bo'lib qopdi. Bu hikoyaning hikmati shuki, askiga askilik bilan taqobil turishning o'rinliq tarafimi bor. Lekin bir chetda turib tomosh ko'rish bakmi qamlashmagan ish. Chunki ortiqcha kulki hech kimga yarashmaydi. Beshimning og'riqi endi to'xtab qoldi-ku bu. Amasa naqshangmi nesi qamig'idak? Albatta. E'lon qilib aytib beray-a. Naqsha tantantir. Men oralayman.
kechib ketdi. Uyqunga qanmay, ati maktabga kechikib qolsang-chi? Yo'q, aytib bering. Bo'ptamisa. Tulkining taqsimoti degan hikoya qisqaroq. Shuni aytib beray. Kunlarning birida yo'lvoz, bo'ri, tulki uchi o'g'i chiqib, bir to'shqon, bir qirg'ovul, bir kiyik tutibdi. Bo'ri o'ljini mundoq taqsim qildi. Toshqon kichik canavar ekan. Uni tulki yesin. Qirg'ovulni men yey. Yo'lvoz janoblari kiyikni yesin. O'zingcha odil taqsim qilganimi bu? Kalva. Mana sening yeydiganing. Voy canım. Voy gözüm. Voy gözüm. Gözüm qo'yilib ketdi. Endi qandoq qilib? Yolvoz janoblari, xafa bo'lmasizlar, men taqsimlab boqay. Toshqon janoblarning nashtaligi bo'lsin. Qirg'avul tushliklari bo'lsin. Kiyik kechlik tomoqlari bo'lsin. Agar janoblarni ichib qolsa, biz egil tegilay. Tulkibay, yaraysan. Bundaq adil taqsimotni sen nereden öğrendin? Voy taqsir. Buni men bo'rining sachrab chiqqan ko'zidan o'rgandim. Oy, qarab tursan-ku. Hikoya tugadi. Naqshingni boshla. Hey, Tumares, nimaga xushalib ketdin? O'zing bilan o'zing kulib ketding-ku. Doktorim bilan o'ynayapman. Sizni chiqmadi. Ha? Qani u do'stlarim? Ay. Do'stlarim, mushularmidi? Nimishqa eshakning mingiz yo'q bu? Yana meni hikoya aytqizadigan bo'lding-da. Sulaymon Shah zamonasida insonlar orasida emas, hayvonlar orasidami inoqlik hukm surgan ekan. Bo'zak qiling'uchilarmi, bo'zak qig'uvchilarmi asosan yo'q ekan. Hayvonot dunyosida cho'ng hayvonlardan faqat eshaklar ancha-muncha bo'zak qilmadi ekan. Eshak mungizimning yo'qligi mushundoq bo'layotdi deb o'ylab, podshohga arz qilib beribdi. Dağıt podshohi olim. So'zla. Sen çoğun boğdum bilen qo'limiz qurolum yo'q. Bekilip ketdim. Menden neçez küçük hayvanlarımı meni ani tepşidi. Şuna... Seni zadi kim bozak kıldı? Meni bozak kılırlar. Bektola. Tılığını çaynamay demem sen. Cevapkarını inip etmisan. Davani kandak sorgulu buludu. İş kılıp men bek azarya kettim. Müngüzüm boğan bolsa bundak günüge kalmazdım. Maqsadın müngüz talep kılıç mıydı? Şundak şey. Sal tahir qıptı. Allah! Fuqrayım işeknin tiligini icabet kılıp, onunla bir müngüz ata kıgaysan. Müngüzüm bağ oldu.
Mungizim mahvoldu. Kilen otu bosa. Memnun bosa. Benim bak. Tutun mu? Buraya ana konu Nimeге? İşek aslında uruş kalktı mıydı? Müngüzge gibi olgandan keyin teximi beter düşüp ketdi. Özünün tanışları bilen sokuştuğu bir gap. Yaman yeri kiçiklanımı, yavaşlanımı bozakıp ketdi. Şuna adaletinizni sevinip geldi. Bu bedbaht! İşek derhal o zoruma keltirilsin! O karıyız! Günahını bilemsen! Bırak. Zamanım! Derhal onun müngüzü yurttaşsın! Hop! Vay can, vay. Xuda, sana bülüp müngüz bermeptike. Bugündün tatip erkilliktin mehrumsen. İnsallaha kul bulup ötkeysen. Bağıval boldu. Bağıval boldu. Şundaq qilib, eshak yanıla müngüzsiz qaptı. Hem insanlar üçün işleydigan qulga aylanıp qaptı. Rost gapmi bova? Rost deb tushensang rost, yolg'on deb tushensang yolg'on. Eng muhimi bu hikoyaning mazmunini reallikqa tatbiqla. Tatbiqlay olsanglar bo'lg'ini. Endi navbat sana keldi. Mening bugungi naqsham mush oiladagi do'stlarimga bag'ishlangan. Ayta, ularni anglasın.
etlab chiqib ketdi. Nega? Sen bilmeysen. Uşundaq öpdegendimi, hiç qığıl çıqqanda? Yaqında ölüm bo'lgan bir necha uyga boshni patiga beriytinglar deb men degan. Shunga ketdi. Ilgish keladi. Nima ularni so'rab qolding-ku? İçim puşup. Ishchan pushqan bo'lsa o'ynab ker. Kim bilan o'ynayman? Hamma odam uyda. Amisa nima qilasan? Yana hikoya aytib bering, bo'la bo'lmasa. Bo'ldilar. Yo'q, aytib bering, aytib bersin. Bugun sana danishman Şirning o'limi to'g'riliq hikoyani aytib beray. Hayvonot dunyosiga garchi yo'lvoz podsho bo'lgani bilan uning shirchilik obro'yi yo'q ekan. Buni sezgan yo'lvoz shoh Shirni ko'zdan neri qilish uchun chat bir joyga bag qilib avatib o'tibdi. Shundaqdimi Shirning obro'yi kundan kunga o'saveribdi. Bu alamga chidamagan yo'lvoz shoh Shirni o'ldirish niyatiga ketdi. Biroq hech epini keltirolmay o'z go'shini o'z yeydi deb ketdi. Bir kuni u vazir uzralarini yig'ib Shirni qandoq yo'qotish to'g'riliq kengash o'tkazibdi. Hepsi şundan olsun. Bırak, bu yapılar biz açıklarını konuşsun. Olmasa şehrini yokutursun. Bütün tıkrak olduğunu gidip, özümüz mü aman kalmayız? Tülkü bayının tüyünü doğra. Əmisi bu işni üzən fırtırab qıl, Tülkü bay. Senin bilen şahim. Meclis tamam. Esselamu aleyküm canapları. Pekerişa ailelerinin mektubunu elip, özlerini orada teklif kıptırın. Oku. Hoş. Sadık dostum, şerhi məlum boğay ki, ben bir yerde yalnızlık tatip kaldım. Kol astımızdakilerinin birisi mi kargı gelmedi. Öz meylimce sizni yenimden ayrımaydım. Bırak, sükançiler beşimini aylandırıptı. Köngülünüzge almağaysız. Sizde bir danışmenge tayanmasa, devletini başkaramak etmen. Şuna derhal kelsiniz. Yılmaz Şah. Qandoq qilsam bo'la? Berishga ko'nglim toza totmayapti. Yo'q, boray. Mustabid podishoni ayvonga keltirarsan. Anni amin qig'ilimi bo'la. Şercan abları, oyununu kazandılar. Arsaldı bulmuşsa da yolga çıkaydı. Yo'lga chiqayli. Şah ailelerine məlum boğay. Şehrine başlap geldim. Kirsinler. Kirson. Salam şahim. Qadinas dostum. Armıqaysiz. Açqallah. Siz üçün məxsus imarət saldırdım. Xatircəm etib, demeyelim. Tütkül təminatınız yetkizib berildi. Şahim, meni qaysi ishqa tayinladingiz ki? Siz mening birdan bir maslahatchim.
Haşpırat işq selişqa könglim unumaydı. Zürür tepilganda çakırtı ben. Şahit, bana... Şer canaplarını orunlaştırıp koyunla. Hop! Merhamet, şer canapları. Şundaq qilib, sher alohida kutilib, saroydan chiqmay yetiveribdi. Kundan kunga o'rinlashib, ojitigimi qoch kirgizadigan holga yetibdi. Oxiri zaiflashib, tirik murdaga aylangan chaqda yo'lvoz va uning hiligar amaldorlari kirib, numussizlarcha ko'ranlabdi. Hey danışman, edep degeni bilemsen. Oy can. Boldi, qo'zg'alma birodar. Seni sarayga solab bekishdim maqsad. Balduroq o dunyoga ustishid. Buni yana bizdan ko'rib yurma. Bilishing kerakki, hamma ustunlik podshohga mansub. O laneti ifloslar. Tova. Bu kar yüzlerini bunda kıla demeptime. Özellim şöyle. Kim beni yağlımı gepki işensun depti o. Nime karab turishsa, meni öldürüp muradınga yetişveriş. Onda asan iş yok. Neçe vakittin beri malaylıkını kılıp culağını çıkıp gitti. Endi seni aç koyup kıyla bitirmiş. Gürzi to'qmoq ishlatib, yo'q qilishga ko'z yetmagan badniyatlar ana shundoq yeri bilan shirni qiltoqqa tushiribdi. Bechora shir necha kun jon talashib, ming tasda ko'z yumibdi. Bugün aytadigan akşamni chi bova? Dadam anglamasa bo'lmaydi. Topgan bahanasini buni. Dadang ya... mana dadangmi keldi. Endi qo'y aytasan. Yana buvoni avar qilyapsan. Sana o bir naqsh aytib bermoqchi ekan. Voy, yaxshi bu. Jim o'ltiring. Andin aytib beraman. Jim o'ltiray. Qani, naqshangni boshlaymiz.